Так, hammaga assalomu alaykum. Bu kecha tozalangan Captiva'ni nakidnoy chexol qo'yamiz bunga. Mana bu chexol Spark'ga. Bundan keyin Spark'ga chexol taqamiz. Rulga boshqa chexol tikildi. Qimmatini olib kelishdi. Juda ham interesniy bo'lgan hozir. $8 shunaqa ekan bu. 100 ming atrofida. Yine Captiva mana bunday qo'yib ketgan o'sha. Kechagi ahvoldan намного приятный bo'lgan. Chexol taqib yuborsak, nakidnoy, keyin Spark'ga chexol taqamiz. Xizmatli bo'lsa, aloqadamiz, charchamanglar.